Navbatdagi bemorimiz Qirg'iziston Respublikasidan bizga tashrif buyurdi. Bemorda qo'l sohasida hamda chap bel sohasida og'riqlar bezovta qilib yurgan bir necha oydan beri. Oxirgi 2 kunda og'riqlar tushib ketgan. Tekshiruvlar o'tildi, chap tuxumdon kislasi aniqlandi kelgan. Bugun bemorimizni laparoskopik istektomiya amaliyoti bajardik. Bemorimizning ahvoli qoniqarli. Xudo xolasa 2 kundan keyin uyga javob beramiz. Navbatdagi bemorimiz 74 yoshli onaxon bizga epigastral sohada og'riq bilan murojaat qildi. Tekshiruvlarimizda o't yo'llariga tosh tiqilib qolgan. Ularni laparoskopik xolestektomiya amaliyoti bajardik. Mana 3 kundan keyin uyga javob berdik. Bemorimizning holati qoniqarli. Ko'rib turgan bemorlarning bir necha oylardan beri ikkala moyak sohasi og'riqqa, noqulaylikka shikoyat qilib kelgan. Bemorimizda instrument va laboratoriya tekshiruvlar asoslangan holatda 2 tomonlama varikoselli 3-darajasi qo'yildi. Bemorimizda oxirgi natijalar bo'yicha varikoselektomiya amaliyoti bajarildi. Bu bemorimiz bir necha oydan beri yog'oq sohalarida og'riq bo'ldi. Davo muolajalarini qildik. Ko'proq nagruzkadan keyin o'sha o'ng yog'oq va chap yog'oq sohasida og'riqlar bo'ldi. Og'riqlarni lichinalar qildik, qolmadi va oxirgi mana bugun varikoselektomiya amaliyoti bajardik. Bemorda holati qoniqarli. Bir ay oldin men buyruğumda taşım olib qolib O'zbekistonga kelib, Humo klinikasidan tondar. Men taşımni aldırgan, aradan bir ay o'tib tondar. Bugun kelib maka shu stendni hozir oldirib o'tiram tondar. O'ta yigilik dayaqtadi. Allah razı olsun, Yeraka. Talabek akamizdan bir oy oldin CD yo'llardan uretrolitotripsiya amaliyoti orqali tosh olib tashladik va stent o'rnatib qo'ygan edik. Va mana bir oydan keyin bemorimiz keldi. Stentni olib tashladik. Og'riqlar yo'q, bemor uyga ketsa bo'ladi. Bugungi amaliyotimiz 5 yoshli qizchada adenotomiya amaliyotini bajaramiz. Ya'ni adenoid bezlarini 3-darajada kattalashganligini ko'rishingiz mumkin. Mana hurmatli kuzatuvchilar, adenotomiya amaliyoti bajarildi. Mana Shever apparatida olib, o'rnini koagulyatsiya qilib kuydirdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Burun orqa teshigi, ya'ni xavona mana to'liq ochildi. Bemorga sog'lik salomatchilik tilaymiz. Siz va sizni yaqinlaringizda yuqoridagi holat bo'lsa, bemorlar murojaat etishingiz mumkin. Navbatdagi bemorimiz 7 yoshda. Bemorimizda bodomcha bezlar gipertrofiyasi, adenoid bezini 3-darajada kattalashishi. Hozir bemorimizda adenotanzilotomiya amaliyotini bajaramiz. Natijalarni taqdim etamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana ko'rishingiz mumkin, adenoid bezini kattalashganini hozir bundan histologiya olamiz, so'ng butunlay olib o'rnini kuydiramiz. Natija hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rishingiz mumkin, adenotomiya amaliyoti bajarildi. Mana adenoid to'qimasi to'liq olinib, mana burun orqa teshigi ochildi. Bemor endi yaxshi nafas oladi. Sog'lik salomatchilik tilaymiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi navbatdagi bemorimiz burun to'sig'i qiyshayishi hamda surunkali gipertrofik rinit tashxisi bilan operatsiyaga oldik. Natijalarni kuzatib borishingiz mumkin. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishingiz mumkin. Mana bemorda
ko'rsatgan nuqtamizdagi suyak qiyshiqligi bartaraf qilindi. Mana bemalol bron halqum ochildi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana suyak qiyshiqligi bartaraf qilindi. Ko'rib turgan amaliyotlarning 10 sidik nayni o'rta qismida toshni razmeri esa 8 ga 9 mm, pulhnisi esa ya'ni zichiligi 800. Bu toshni endorologis yo'l orqali sidik naydan kirib, tabiiy yo'l orqali toshni litritish, ya'ni maydalab, ekstraksiya, ya'ni olish amaliyoti o'tkazildi. Ushbu bemorimizda 2 yildan beri befarzandlik bilan davolanib yurgan, tekshiruvlarda barakachilik aniqlangan, operatsiyadan qo'rqqan, bizga murojaat qildi va operatsiya jarayonlarini tushuntirdik. Og'riq bo'lmasligini tushuntirganimizdan keyin bemor operatsiyaga rozi bo'ldi va shu amaliyotni bajardi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi bemorimizda burun to'sig'i qiyshayishi hamda surunkali gipertrofik rinit bilan amaliyotga oldik. Hozir bemorimizda septoplastika hamda turbinoplastika amaliyotini bajaramiz. Young got no one that back calling me splurge. Let me jump right off the curb. Bentley smart fly like a bird. Spin on the first and the third. Solid, I'm keeping my word. Can't be my equal. Mana bugun bemorimizdagi septoplastika, turbinoplastika amaliyotini yakunladik. Bemorga sog'lik, salomatchilik tilaymiz. Siz va sizning yaqinlaringizda yuqorida aytib o'tilgan holatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ushbu bemorimiz bir necha yillardan beri chap oyoq sohasida og'riqlar bo'lgan, tekshiruvlarda chap oyoq kistasi hamda barakachilik aniqlangan. Ushbu bemorimiz bir hafta davomida uyda oshqozon sohasida og'riq bo'lib yurgan, o'z xohishicha og'riq qoldirish tabletkalar ichib yurgan. Kun sayin og'riqlar kuchaygan, bizga tekshiruvlarga kelgan. O'tkir toshli xolesterol deb tashxis qo'ydik va ko'rib turganingizdek o'tib yiringlab ketgan. Laparoskopik xolesektomiya amaliyoti orqali ushbu bemorda o't tufayligini olib tashladik. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi bemorimiz 6 yoshda, bir necha yildan beri burundan nafas olishda qiyinligi bilan shikoyat qilib yuradi. Bir necha marta ambulator sharoitda davolangan. Bizga murojaat qildi. Bemorimizda adenoid vegetatsiyasi hamda bodomcha bezlar gipertrofiyasi aniqlandi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, ushbu bemorimizda mana adenoid vegetatsiyasi, mana hozir shu adenoid bezini bartaraf qilamiz. Dastlab biopsiya olamiz, keyin olib kuydirib qo'yamiz. Kuzatib boringlar bizni. Bu bemorimizda mana adenotamiyadan keyingi holat ko'rishlaringiz mumkin. Mana holat kuydirildi, qon to'xtadi, mana burun orqa teshigi, ya'ni qoni to'liq ochildi. Bemor mazza qilib nafas oladi. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu bemorimizda bugungi kunda ikkita operatsiya amaliyotini bajardik, ya'ni panzilotomiya, adenotamiya amaliyotini bajardik. Ko'rishlaringiz mumkin, chiroyli chiqdi. Bemor xudo xolasa yaxshi nafas olib, kelajakda xudo xolasa yaxshi o'sish, rivojlanishda yetib oladi qolgan.
Bugungi bemorimiz chap moya sog'ida shish, og'riq va tana haroratining ko'tarilishini bizga shikoyat qilib kelgan. Instrumental laboratoriya tekshiruvlarga asoslangan holatda chap tomonlama osteoortopediya diagnozi qo'yildi va chap tomonlama ortopediya amaliyoti bajarildi. Bu bemorimiz bir hafta oldin o'ng tomonda bir kuchli og'riq bo'lgan va mutaxassisga uchragan. Tekshiruvlardan o'tib, 10 sinirlarning pastki uchdan bir qismida tosh aniqlangan. Bemorimiz 2-3 kun ambulatorda davolangan, og'riqlar qolmagan va operativ davoga ko'rsatilgan. Bemorimizni bugun ushbu darddan xalos qildik, toshlarni olib tashladik. Bugungi bemorimizda 10 cmlik o'rta qismida tosh razmeri 9 ga 10, ya'ni 1 cm tosh. Bu toshni maydalab 5-6 ga bo'lgan holatda bitta-bitta terib olindi. Sizlarda ham siydik yo'llar va buyraklarda toshlar bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Hozirgi kunda ro'za Ramazon oyi tufayli bizda 50% chegirma ketyapti. Ko'rib turgan amaliyotlari chap siydik o'rta qismi toshni razmeri 8 ga 9 mm, plyusnisi esa 900. Ya'ni zich. Bemorimizni chap siydik toshini o'rtalikda tripsevalit ekstraksiya amaliyoti o'tkazilib ko'rib turganlarini va kimda shunaqa muammolar bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Assalomu alaykum. Bu bemorimiz bir necha yillardan beri chap moyoq sohasida og'riq bilan shikoyat qilib kelgan. Tekshiruvlarda chap moyoq sohasida varikotseli hamda moyoq orqa kistasi aniqlangan. Sifatli jarrohiy amaliyot orqali ushbu dardlardan forig' qildik. Bugungi bemorimizda chap tomonlama chap siydik o'rta qismi toshi, hozirgi ko'rib turgan amaliyotlarni chap siydik va ekstraksiya amaliyoti o'tkaziladi.
Ko'rib turgan amaliyotlaring mana chap buyrak va chap siydiknaga yuqori tomir qismi toshdi, bartaraf etildi amaliyotda va chap siydiknaga double GG stent qo'yildi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Humomed Servis klinikasida navbatdagi yangi zamonaviy maloinvaziv usuldagi operatsiya qildik. Bemorimiz 75 yoshli otaxon. Bir necha yildan beri oshqozon yara kasalligi bilan og'rib keladi. Bemor bir necha kundan beri yeganini qayd qilib, borgan sari ozib ketib, shunaqa holatlar kuzatilganligi uchun bemorda hayotini saqlash maqsadida laparoskopik usulda gastroenteroanostomoz qo'yish operatsiyasi bajarildi. Agar sizda ham shunaqa kasalliklar bezovta qilayotgan bo'lsa, Humomed Servis klinikasiga murojaat qilishinglar mumkin. Ushbu bemorimiz 1 yildan beri farzandsizlik bilan davolanib yurgan. Tekshiruvlar natijasida chap tomonlama varigachalik aniqlangan. Va hozirda shu bemorimizni chap tomonlama marmir bo'yicha varigachalik amaliyot bajardik. Bugungi bemorimiz 20 yoshda. Bemorda shikoyati chap moyak sohasidagi doimiy og'riqqa, harakatda og'riqni kuchayishi bo'lib kelgan. Bizning klinikamizga shu shikoyat bilan keldi. Instrumental va laboratoriya tekshiruvlari qilib, unga asosan chap tomonlama varakasellik ikkinchi darajada diagnozi qo'yildi va bemorga varakasellikdan, ya'ni oxirgi metod bo'yicha, marmir metodi bo'yicha varakasellikdan amaliyot tavsiya etildi. Ko'rib turganlaringdek, rejalashtirilgan amaliyotimiz muvaffaqiyatli natija bilan yakunlandi. Agar sizda ham moyaklarda va jinsiy hayotda va barcha o'ralardagi muammolar bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizda eng oxirgi metodlar bo'yicha va sifatli tez yechim topiladi. Ko'rib turgan amaliyotingiz laparoskopik xolesteriktomiya amaliyoti bajarildi. Ro'za Ramazon oyida aksiyamiz davom etmoqda 50%lik. Mabodo sizni ham shu kasalliklar qiynayotgan bo'lsa, xirurgik, urologik bo'lsa, ushbu imkoniyatdan foydalanib qoling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Vodil shaharchasida Humomed klinikasida navbatdagi noyob usuldagi bir operatsiyani qildik. Bemorimiz 75 yoshli onaxon. Bir necha yildan beri zarda, jig'ildon qaynashi, to'sh ostida og'riqlar bilan shikoyat bilan yurgan. Tekshiruvlar natijasida qizilo'ngach diafragmal teshigi churrasi aniqlangan. Hamkasbimiz Abduqodir bilan birgalikda hozir kam invaziv usulda kichkina tirqishlar orqali laparoskopik Nissen bo'yicha fundoplikatsiya operatsiyasi bajarildi. Agar sizda ham shunaqa qiyinchiliklar bo'lsa, shunaqa bemorlar bo'lsa, bemalol Humomed klinikasiga tashrif buyurishlari mumkin. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana Humomed Servis klinikasidagi Ramazon oyi aksiyalarimiz davom etmoqda. Mana bugun hozir laparoskopik xolesteriktomiya amaliyotini bajarib chiqdik.
bugungi operatsiyamizda bemorni o'ng tizza bo'g'imida lateral meniskus ektomiyasi operatsiyasini bajardik. Bemorimiz 4 yil avval Yunon Rim kurashi paytida jarohatlangan va shu 4 yil mobaynida tizzasi tez blok holatiga, ya'ni yoki bukilmay qoladi yoki to'liq yozilmay qolish holatida og'riq berib kelgan. Bugun artroskopiya operatsiyasini bajardik. Xudo xolasa hammasi ko'ngilda yo'q.